Mashinalar ko'rish bo'yicha eksport o'rtog'im bor meni. Oshna. Qalaysan? Zo'r. 10x olmadingmi ish qilib do'stim? Nimaga? Qora 10x bo'lmaydi, Xitoydagi do'stim. Qani Matsi? Mats bas, Cobalt olganman. Oppoq. Manimi? Ha. Sen chempionsan, o mashina ko'rish bo'yicha shu tavba qil. Tinchlikmi? Mordasi xunuk buningni. Ha, Cobaltlar bir xil bo'ladi. Stoshing tushib ketdimi? Gulishtiri nechta buni? Gulishtira bitta. Ikkitaligi bo'lish kerak-ku. Ha, Zavadskoy yangi. Sekin qo'shnilar uyg'onib ketadi, o'rta. Oy, chiqib ketadi balonga. Xitoy. Chista yangi mashina, men ko'rishlarni ham toza. Tavba qildim. Nastreniya yo'qmi? Muncha tor buning. Orqa bu. Orqaga o'tirib olding. Men orqada o'tiraman, meniki bas bu. Ha, xo'p, oldiga ham o'tirib. Nimaga yangi mashina olaverasan? Sen nimaga yangi mashina yangilab qo'ydim, svejiy yili, do'stim. Tashab qo'yaman. Ko'tingni qoqib yubor. Tavba qildim, odamlarga hayronsan. Bir chiroyli mashinani yomonlab ketyapti. Rostdan ham yaxshi basmikin, Cobalt. O'rta. Qalaysan, chachamayapsan? Yarim kechasi nima qilyapsan? Yo'lda bo'yda xuddogi. Ha, uyim yo'q-da, uyim yo'q bo'lgandan keyin ko'cha deymanmi? Uying qani? Nima bo'ldi? Ha, uyni sotib yubordik, qarzim bor edi, berib yubordik. Uydagilar Rossiyaga ishlagani ketdi. Dadingni? Ha, qarzimiz ushyapti. 80 kirgan dading, farosating bor. Sen borib ishlasang bo'lib, g'udeni qara, Men borib ishlasam bo'ladimi? Banklarda hammasidan kreditim bor. Taqiqim bor, chiqolmayapman. Ko'chadagi qarzlarimizni uzyapman. Beryapsanmi o'sha odamlarga axir? Qarzlaringni? Berganim yo'q, sekin-sekin ketishyapti hammasi. Uni qo'y, buni qo'y. Bir choyxona qilib, bir maza qilib o'tiraylik, kalyan chekin. Kallang ishlaydimi? Farosating bormi seni? Inson hayotga bir marta kelasan. Ko'risham, sog' bo'l. Olmay qo'yishni. Yarim kechasi nima qilib o'tiribsiz? Xotinim haydab yubordi yana. Nimaga? Choyxonaga bormaysan deyapti. Futbol o'ynamaysan. Kechasigacha futbol ko'rmaysan deyapti. Shunga jinday tortishib qoldik. Yaxshi bo'lib ketar. Uyingizda odam bormi bugun? Bugun o'zimman lekin. Futbol bo'ladi. Shunday kirib ko'rsak bo'ladimi? Boshlanib qoladi. Mayli, lekin shu xotiningizdan rosa qo'rqasiz shekilli. Buni gapingizni gapirmang. Xotindan qo'rqqanimiz o'lganimiz. Ketding ham futbolni ko'raylik. Qo'shni. Charchamayapsiz? Zalga ketyapsiz? Ha, zalga bor. Jinday kachka qilib keling. Omad bosing. Qo'shni? Ho. Ana uyingizda biror kun qolib tursam maylimi? Tinchlik nimaga? Xotinim haydab yubordi. O'rtoqlaringiz bor, shularga to'qib turavering, biznikida joy chatadi. O'rtoqlarim mana shu xotinim deb kechib qo'ygandim-da. Iltimos.